Odobni odobsizdan ibrat olib o'rganish mumkindir, lekin bilimni bilimsizdan o'rganib bo'lmaydi. Bugun ayrim ota-onalar qorani oqdan ajratadi deb go'dak farzandini xufiyona hujralarga yetaklayotganligi sir emas. Lekin yaxshini yomondan ajratishni maktabda ham o'rgatishadi. Hech qanday diniy darajasi va hujjati bo'lmagan shaxsdan saboq olish shart emas. Bolalar maktabga, bog'chaga borishi kerak. Kechasi uyda maktabda berilgan topshiriqlarni bajarishlari kerak deb bong uryapmiz, lekin baribir ayrim kattalar burnidan uyog'ini ko'rmasdan, zero hadislarda ilmni chinga borib g'ayridindan bo'lsa ham o'rgan deyilgan bo'lsa-da, farzandini zax bosgan, ivirsib, ovqat hidi anqib turgan hujraga tiqish bilan ovora. Essiz bolalik degin keladi. Har tadbirni o'z vaqtida bo'lgani yaxshi-ku. Mana bu bolalar ham maktabni bitirib, diniy ta'lim beradigan oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlariga kirsa bo'lardi-ku. Joriy yilning 14-aprel kuni Oltiariq tumani Ichki ishlar bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2002-yilda tug'ilgan Oltiariq tumani Eskiaram mahallasida yashovchi mana bu shaxs ham o'z yashash xonadonida hujra tashkil qilib, voyaga yetmagan shaxslarga diniy ta'limotdan noqonuniy saboq berib kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 229 prim 2-moddasiga asosan hujjatlar rasmiylashtirildi. Bundan tashqari, hujrada diniy ta'lim olgan voyaga yetmagan shaxslarning ota-onalari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga asosan jarimaga tortildi. Xulosani o'zingizga qoldiramiz. Ogoh bo'ling.